Karizmani sostavida rekombinantniy человеческий kollagen bor va uni pilla qurtdan olishadi. Ya'ni maxsus yo'llar orqali odam genini olib, pilla qurt tuxumlariga joylashtiriladi va u tuxumdan chiqqandan keyin unda ujra ichida inson genlari bo'lgani uchun pilla qurt o'zida xuddi insondagi kollagen chiqarib beradi. Bu etgan jarayonlarimni 5 ta etapga bo'lib sizlarga tushuntirib beraman. Birinchi etap genetik modifikatsiya deyiladi. Ya'ni pilla qurtning DNKsiga insonning genlarini kiritiladi. Jarayon shunaqa nastroyga qilinadiki, pilla qurt faqat ipak bezi ichida inson oqsilini ishlab chiqaradi. Ikkinchi etap bu pilla to'qish etapi. Ya'ni pilla qurt o'sadi, oziqlanadi va pilla to'qishni boshlaydi. U pilla devorlariga inson kollagenini ham qo'shib to'qiydi. Ya'ni pilla qurt pilla to'qiyotganda pillalar bir-biriga yopishib ketishi uchun o'zidan kley chiqaradi. Именно o'sha bir-biriga yopishtiruvchi kley bizga kerakli bo'lgan oqsil, ya'ni kollagen. Olimlarga именно o'sha kleyni eritib ajratib olish muhim bo'lgan. Uchinchi etap bu eritish etapi. Ya'ni yig'ilgan pillalar maxsus eritmada namlantiriladi, kollagen ipakdan osongina yuviladi va suyuqlikka o'tadi. To'rtinchi etap bu tozalash etapi. Ya'ni olingan suyuqlik molekulyar darajada filtrlanadi. Hasharot oqsillari butunlay olib tashlanadi va 100% sof inson kollageni qoldiriladi. Va nihoyat 5-etap bu mahsulotni tayyorlash etapi. Tozalangan kollagen gialuron kislotasi bilan birlashtiriladi va shpritslarga quyiladi. Va bunaqa texnologiya arzon bo'lishini afsuski ilojisi yo'q. Qisqa qilib aytganda, qurtning DNKsiga bizani genlarimiz qo'yiladi. Именно bizani turimizdagi kollagen chiqaradigan genlarni pilla qurtning genlariga, DNKlariga joylashtiriladi. Va shundan keyin pilla qurt xuddi insonning kollagenini formulasiga o'xshagan bir xil bo'lgan kollagen chiqarishni boshlaydi o'zidan. Именно bizga shu narsa kerak edi. Agar inson qancha o'ziga mos bo'lgan, xuddi o'zinikidagi formulaga ega bo'lgan kollagen olsa, allergik reaksiya bo'lish ehtimoli nihoyatda pasayadi. Shu sabab pilla qurtni tanlashgan. Podpiska bosib qo'ying. Keyingi videolarda nimaga aynan pilla qurt boshqa narsalardan, boshqa hayvonlardan ajralib turadi, men tushuntirib beraman.